ummati yuksakka ko'tarilganligini, keyin faqat cho'kishga uchraganligini ko'rdim deydi. Hozir podkast moda bo'ldi-yu, during. O'tirib olib shunaqa deyishyapti. Islom madaniyat olib kelgan. Amirlar bilan ulamolar o'rtasida kelishmovchilik boshlandi. Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, qizim Fatima o'g'irlik qilsa, shu masjidni qurayotganlarida masjidning bir burchagida misrlik qibdiy kampirning uyi bor. Abrimiz jumada xutbaga chiqayotganda xatni qarab turib Umardan ko'rdilarda, o'sha joyda tizzalarini toyi qaltirab yerga o'tirib qoldi. Meniki qo'ying. Men domlamasman. Men mayli, mendan uzr ham so'ramasin. Kimdan olsin bolalar, ha, yoshlar. Sayyid rahmatulloh Termizini eshitmasin, ular din haqida gapirmayapti. Domlalarning ovozini sun'iy intellekt qilib tarqatyapti. Muhiddin Mansur domlamizni 8 yoshli qizga uylangan deb tarqatyapti. Orqasidan diniy idoraga yoz deydigan darajada latta krisalar bor ichimizda. Bir alkash menga hujum qilyapti, orqasidan Andijondagi bitta domla chiqyapti, Misrda o'qib. Jakuy ibn Tizak ahli ilmlarga tashlanyapti, cho'chqaga o'xshab, orqasida Eshonbo'va degan odam kelib chiqdi. Musulmonchilikka amal qilishdagi eng nozik nuqta shu, adolatda. Ya Rasululloh, oyat nozil bo'lganiga ko'ra otamga jazo belgilaysiz. Agar jazo belgilasangiz boshqa odam jazolamasin, menga bering degan. O'sha munofiqni Rasulullohning to'llari bilan ko'mishgan. Bitta sunnatga amal qilmasdan adolatsizlik qilsak, boshimizga o'shani o'rniga bid'at kirib keladi. Balo bo'ladi. Cho'lponni kim taniydi? Ruslardan qaysi biri taniydi cho'lponni? Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh zindonda yotganlarida zindonbon keladi oldilariga. Havorishlarni qo'llab-quvvatlayotganlar zolimlar. Suriyani rasvo qilishdi, havorishlarni qo'llab. Shu Idlibdagi do'stlarimga ham aytaman, qochib chiqib ketlaring o'tdan. Zolimlarning qo'lidasizlar. Javob berasizlar. Ayni zolimlarning safidasizlar. Soqol qo'yganmiz u. Soqol emas din. Din adolatda. Men bular bilan 100% dakansa ketaman.